o'ylagan paytda xayolingizga qanday inson keladi? Ana shu haqida kichik tavsiya berasiz. Tushunarlimi? Birinchi o'quvchi aytsa o'quvchi, bir o'quvchi o'zlarini dadalarini o'ylaganlarida qanday fikr Dadam baquvvat, dadam yaxshi, dadam bilimdon, dadam mehribon, dadam baquvvat. Mening dadam mening qahramonim, dadam yuragim, dadam dunyodagi eng zo'r dadam. Dadam dunyodagi eng zo'r dadam. Dadam kuchli, dadam mening dadam qo'rqmas, mening dadam kuchli, mening dadam zo'r, mening dadam ishi bilaman, dadam baquvvat, dadam aziz, mening dadam aqlli, mening dadam bilimdon, mening dadam mening dadam dunyodagi eng yaxshi dadam. Mening dadam aziz. Tarku. Mening dadam katta bo'lsa, ajoyib bo'ladi. Mening dadam qo'rqmas. Mening dadam aziz. Dunyodagi eng yaxshi dadam. Mening dadam mard.